Hakikaten doktoramda mevcut görünüşler insanı bazı oylandırıp koydu şu anda. Yani aciz bolsan yani mevcut mesela aşı ABK görünüşler çıkıp tuğan sindiki görünüşler mi? Hem bundan burun neçe görünüşte Ukrayna meselesi tilga eline atıdı ama bu şiranın üstünde Ukrayna yok yani. Başka birileri oltırıp bir devletin çünkü valla kan töküldü, insanlar öldü. Onun hakkında hükümle başkalar çıkardığı gibi değil mi? İçine çıkıp bir vaziyetimde insanlar nurgun cihetler birimizi oylandırdığı mesele. Andikine de doktoram da şu. Putin her daim menenki maksadım Avrupa dir titrep mesela şu Polonya'dan başlap hatta iki devlet Rusya'dan ensirep NATO'ya kirgen boldu keyin. Putin bolsa mening hech qanday bir Yevropada ko'zim yo'q. Mening shu shartim, hozirgi mavjud shartimni ado qilsanglar mening asli nimam yo'q deb o'tirib qo'yib turdi. Masalan, maqtim eng oxirgi qatimki Putindan gapidimi? Bizning ko'zimiz boshqa Yevropalik davlat emas, u bu deb. Biz urushni xohlamaymiz. Agar ular urush qilib qolsa, nihoyatda ig'ir bir tahdid xarakterli gap qildi-ku hamda. Agar Yevropa urushni xohlasa biz tayyor. Ama bu qatim herkes Ukraynaga o'xshash uzun suzilmaydi o ish. Nihoyat qisqa vaqtning ichida Yevropada biz bilan shirani oldiga kelib o'ltirib suhbatlashadigan lider qolmaydi deb shuni aytdimda. Bu cho'ng tahdid sifatida qilindi. Bir tarafdan Yevropa urush boshlanib hozirgacha Rossiyaga nurg'un qadam jazo yurgizyapti. Bu qatimki ko'rishishdan keyin Trump Rossiyaga bo'lgan jazodan yengiltishga boshladi. Shundoq qalaymi qanchalik ichida hamda. Sizce Rossiyaning maqsadi faqat hozirgi mavjud talabi o'rinlansa Yevropada ko'z yo'qmi? Yani Yevropa chunki ansirayotidu, harbiy chiqimni ko'paytiramiz deyotidi. Chunki Amerika tashlab qo'ysa siz yuqori deganda shuncha bola har tarafdan ojizlik bo'lgandan keyin birdamda Rossiyaning oldida putirab turolmaydiganligini bilgashgan. Şu bu vaziyatni siz qanaqa qaraysiz yani? O Rusya'nınki birinci Petro degan bir padişahı vardı. Yani 1600'ün ahir 1700'ün beşinde yaşayan. Onunki ölüşü bile bir vasiyetname qilib qolgan. O vasiyetname hakkında yağan degan var, rast degan var. Ama onundan keyinki çar Rusya bo'lsin, Stalin Rusya bo'lsin, hozirgi Putin Rusya bo'lsin, bularninki ilib borgan siyosati aşı vasiyetnomedagi moddaga birma-bir mos keldi. O nima degan joyda Rusya'daki bir devlet güçlü bo'lish uchun, güçlü bir devlet bo'lish uchun dengizlarga ichilish lozim. Fakat Rusya'nınki dengizga ichildigan yo'llar hammasi 3 aylık bir yol. Yani yaz ayda bu portlar içildi. Ama kalan aylarda tonlaydı. Çünkü Avrupa tarafına qaraydigan bolsak Baltık dengizi var. U yerdan kirish. Bu sharq tarafdan qarasak, u yerdami Japoniyaga ichildigan yerda tarafdami tonlaydi hamda. Shuningga Rusya şu Kar dengizden O'rta dengizga ichilish kerak deydi. Hem de Osmanlı rayondan şu İran'a erişiş, İran'dan onundan keyin İran koltuklarıga, yani dengizge erişiş ve şart tarafta bolsa bugünkü bu Xitayning Dongbay degan rayonlarga yakın bo'lgan iki port var. Dalian ve Yushin. Yani bu Konayrga, Manchuriya degan rayonlarda. O ikisine, o iki portuna iliş degandek. Yani bunda dünyaya içilgan takdirde, dünya dengizge içilgan çağda dünyanınki ticari yollarını kontrol kılıp oldu deydi. Ve dünyanınki şu en çoğun kuruqluğa igi boğaşqa bu kuruqluqda yaşayan devletlerine özününki kontrol astığa yoki tehdit astığa ağıl buludu deydi. Bu xil düşünce bu Rusya'da bir ideolojik bulup qabul qilindi. Misalga Yevrasiya stratejisi. Misalga Putinga yaqin ve Rusya'da tonulgan bir geostrateji mutaxassisi var.
Yani Dugin deydigancha, Alexander Dugin. Onunki Rusiyanın jeopolitik degan bir eseri var. O eserdimi deydi ki, kelgusida kuchlangan Rusiya quruqliqdagi chegarada ba'zi davlatlar bo'ladi. Bu davlatlarni tizgin qilish uchun bu davlatlarninki chegarada o'tirgan millatlarni qo'zg'andirish lozim. Ve o devletlerge bisimni şekillendiriş ve o devletname Rusiyaga bekindirish degandek shundoq ko'z qarashlari bor. Agarda buni asas olgan chaqda Rusiya yeyildi, ichildi, bu bir Ukrayna bilan qilib qolmaydi deb o'ylayman. Ikkinchisi shu nimaga Ukraynaga hujum qilishdan avval, 2 kun avval Putin shu bir xalqiga nutq so'zildi. Yani Rusya tarixini uzun anlattı. Yani bugünkü Ukrayna deyimiz, Belarusya deyimiz, Moldavya deyimiz, hazır Kırım, Karadeniz deyimiz, hepsi Rusya'nın yeri. Şununla biz o rayonlara hücum kılıp, o yani işgal kılışımız bizimki yüzümüzün yerine qaytırvagan bo'limizdaydi. Agarda yana tarix qaraydigan bo'lsak, u vaqtida bu Baltiq dengizidagi 3 davlat, Litvaniya, Estoniya degan davlatlar. Undan keyin Polsha davlati. Bularmi Rusiyaga kirish lozim endi. Yani kuchini Bulgariyagacha, bu Viyanagacha, Avstriyagacha yeyilish to'g'ri keldi. O şart tarafdan desa, shu Manchuriyagacha, Xitoyning hozir Dumbiy deyotgan yerlargacha ikki Mo'g'ulistonni qo'lga tushirish va yani kuchiga ega bo'lsa, Sharq Turkistonni qo'lga tushirish va bu Mo'g'uliston, Manchuriya, Sharq Turkiston balki Tunganlarni ichiga qatgan taqdirda Xitoyga besim ishiltalaydi. Yani Rusiya kuchlansa, shu yerlarga ichiladi deb o'ylayman. Mushu nima burunma mushu programda dedik deyman. Mushu soğuk urushlarning boshlanishida Amerika Sovetlarga qarshi qanday qilamiz degan vaqtida mushu Amerikadanki Moskvadagi elchixonada ishlaydigan bir katib, yani George Kennan degan bir adam Amerika hukumatiga bir telegraf yozgan. O telgraf şunda uzun ki, onunki ismi uzun telgraf. Bir yerde deydi, Rusya'nınki siyasi annenesinde kengaymaycilik var. Çünkü Rusya o altın orada degen devletini yo'qotgan ekan, o devletinin üstüde oturup kengaygan. Yani Kafkasya kengaydi, O'rta Osiyo kengaydi, Sibirya kengaydi, ta ki shu Shimoliy Manchuriyagacha kengaydi. İkincisi komünizm degan ideyama kengaymaychilik bor deydi. Çünkü dünyani komünizmlashtiramiz degan bir narsa bor deydi. Shunga bu onunki shu aniqlash hozirgacha Rus mutaxassislar bor bu. Rus mutaxassislarninki esas tayandıgan bir göz qarash. Onundan başka şu Putin hemimiz bilimiz 2000 yılının 3. ayda Mao Yeltsin'den vazifeni ötküzüp algandan keyin saylam kıldı. Saylamda Putin utup çıktı ve bu saylamdan keyinki nutugunda şu burun Leningrad degan hozir shu Sankt Petersburg. Yani konu ismi Sankt Petersburg'da. Bu Sankt Petersburg'ninki Abaqiman degan shu 1. Petro'nun qatirgan heykelinin aslida nutug'ini dedi. Dedi ki, bu manga 20 yil vaqt beringlar, men sizlarga qudratli Rusiya berman deb. Demak, Putinninki aqlida o'mi bor yani. Kengaymaychilik ve Rusiyaga tava bo'lgan toprak ve xalq hamsi bizningdir. Putin bo'lsin ve onunki yaqinlari bo'lsin, ba'zan arlab shu Qozog'iston nima
bizningki zeminimiz, bizning toprağımız degan. Yani bu Kazaklar devlet kurib baqqan emas, devleti yo'qdi. Hozir xuddi devlet qurgandek o'zini ashuna ko'ryotidi deb past ko'rib tushirib qilyotidi. Şunun Kazakistan'da ondan kim biz daha şu 500 yıldan beri devletimiz var. Bizim Kazak Hanlıklar var da kino mu işledi? Hollywood ya pul birip durup. Yani bu Putin bazen arlap bir şirketime dedi. Yani Rusya tatır koygan toprağını birden kaytıp alımız degan. Çünkü hazır ben degen bütün şu nimalarni yig'ib kelgan chaqda Rusya yalğızla bir Ukrayna bilan kalmaslık lazım deb o'ylayman. Misalga ba'zi cho'ng o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin. Abaqi men deganlarni qilmaslik mumkin. Ama hozirgi paytda shunday bir ehtimolimi bor. Ama budaqi Amerikanınki milliy xavfsizlik strategiya hujjatida Rusyani 10 yillik bir düşman deb ko'rmadimdi. Demek ki Rusya'nın hozirgi Putin'nin de degan gaplariga ishinyotidi. Ayasiz degandek biz Yevropa bilan aloqamiz yo'q deb. Belki G'arbiy Yevropa bilan aloqasi yo'q ama Sharqiy Yevropa bilan aloqasi bormidi. Hamda bundan keyingi nima tushishning markazini shu Xitoyga qartilimiz deb yozilgan bir hujjat bu belki. Rusyani belki yatıştırış yani onu rahatlatış, ona bir nimday mesele bu tehdit Rusya'ya tehdit qilmay turib, onu xo'sh qilib turib Xitoy meselesini bir hal qilib olay degan bo'lishi mumkin, ama jahon burungidek emas, buzilyotdi. Shu. Xo'sh. Ko'p rahmat.